Google tor ko'rgüzü üçün işlənən Uyğur məcburi əmgəkini təkşürüş qısırmısına yaxınqı günlərdə tuyuqsuz zor miqdarda načar baha düşkən olub, bunun planlıq hücum ikənligi müəyyənləşdirilgan. Google şirkətinin Chrome tor ko'rgücü üçün yasalğan məzkur qısırməni xalqaralıq təşkilat İnsan Haqları Fondu tayarlagan olub, kişilər tordan Uyğur məcburi əmgəki çetişlik şirkətlərinin məhsullatlarını setib almaqçı bolsa, məzkur qısırma agahlandırış berildigan. Bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Google Chrome tor ko'rgücüning tor bozoridagi mazkur qistirma yaqinqi mezgilda tuyuqsiz ko'plab tushirilib qolmay necha yuzga nachar bahoga duch kelgan. Qistirmani nachar baholovchilar asosan o'xshab ketadigan karton bas surati va bema'ni ismlar ishlatgan bo'lib, nihoyat nachar inglizchasi bilan inkos yozgan. Buning asosan mazkur hujumning Xitoy planlagan harakat ekanligini ko'rib tas emas ekan. 2015 yil 8-yilning 17 kuni Taylandning poytaxti Bangkokdagi Hindi-Eravan butxonasida qilingan bomba hujumi bilan ayblangan 2 Uyg'ur Tönügün qayta sud mahkamasiga keltirildi. Tönügün isbot anglash yig'iniga qatnashgan Odam Qaradog va Yusuf Mirali chaqliq o'rindiqda sudga chiqqan. Bu 2 kishining biri 8 yillik turma hayotining salomatligiga ziyon yetkazganligini aytdi. Egilanishicha, Qaradog seshanba kuni olib berilgan suhbatdan keyin sud mahkamasidagi tarjimon orqali Arginasiya radiosiga qarashli tor xabar tashkiloti Biner News'ga men eg'irligimning 57 kilogramdan 40 kilogramga tushib qolganligini ko'rdim. Chunki turmada yeydigan halol yemeklik yo'q degan. Uyg'urlarga yordam bergan bir kishilik huquq faoliyatchisi gumondorlarning salomatligidan andish qilayotganligini bildirgan. Amerika texnika magnati Microsoft e'lon qilgan dokladda Xitoy bilan munosabati bor deb gumon qilingan xakerlar guruhining Tayvandagi 10 necha hukumat organini nishonlab josuslik qilganligi bildirildi. Amerika ovozining 25 avgust xabar qilishicha, Microsoft tarafidan Flex Typhoon deb atalgan xakerlar guruhi Xitoy rejimiga chetishlik bo'lib, kam deganda 2021 yilning o'rtalaridan boshlab Tayvandagi hukumat organlarini, muhim yasmachilik sohasini, uchur texnik tashkilotlarini nishonlagan. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo Xitoy ziyarati jarayonida Xitoy Savdo ministri Wang Wintao bilan ko'rishdi. Raimondo yig'indan ilgari qilgan so'zida Washingtonning chet elda, bo'libmi Xitoyda arzon emgakni asos qilgan sanoat ishlab chiqarish strategiyasining o'zgaradiganligi signalini berib, biz har qanday ahvolda amerikalik ishchilarni qo'llash uchun har qanday ishni qilamiz dedi. Amerika prezidenti Joe Biden rahbarligidagi hukumatning Amerika iqtisodini kuchaytirish uchun qo'llangan qadamlarning Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilmaydiganligini ta'kidlagan Raimondo mundaq dedi. Davlat bexatarlik masalasida murassa qilish va suhbatlashishga o'rin yo'q. Ammo siz tilga olgandek, ko'pincha savdo va mablag' solish munosabatimiz davlat bexatarlik andishasi bilan munosabatsiz. Biz har ikki davlatning manfaati uchun bu sohalarga savdo va mablag' solishni taraqqiy qildirishni xohlaymiz. Hindistonning Chandrayaan 3 nomli olamcharlash mashinasining Oy sharining janubiy qutbida har xil elementlarni bayqaganligi va gungurtning borligini jazmlashtirganligi e'lon qilindi. Bayonotda olamcharlash mashinasining alyumin, kalsiy, xrom, titan, mangan, oksigen va kerimning elementlarini bayqaganligi, shuning bilan bir vaqtda bu mashinaning gungurtning borligini aniq isbotlaganlik o'tirg'a qo'yilgan. New York shahri boshlig'i Erik Adams juma kuni va Ramazondagi iftor mezgilida azonni sirtdan anglagan bo'ladigan shaklda o'qishga bo'ladiganligini, har xil masjid jamiyatlari va musulmonlar fondi jamiyatining vakillari qatnashgan yig'inda Adams yig'inga qatnashganlarga mundaq dedi. Siz New Yorkda e'tiqodingiz bilan erkin ozodda yashay olasiz. Men buningdan faxrlanaman.